Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Ashura kuningiz muborak bo'lsin. Bugungi darsimizda Ashura kuni qaysi kunga to'g'ri kelishini, Ashura kuni tutiladigan roza va roza vaqtlari haqida batafsil tanishamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'yishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ashura kunining rozasi o'tgan yilgi gunohlarga kafforat bo'lishini umid qilaman dedilar. Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja va Ahmad rivoyati. Xudo xohlasa, Ashura kuni 2025-yilning 5-iyul sanasiga to'g'ri kelmoqda. Biz 3 kun roza tutishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Ashura kunidan bir kun oldin va Ashura kunidan bir kun keyin. Bu 4-5, 6-iyul sanalariga to'g'ri kelmoqda. Ekranda rasmda esa 4-5, 6-iyul sanalari uchun og'iz ochish va og'iz yopish vaqtlari keltirilgan. Ushbu vaqtlar O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi. Endilikda diqqat qilamiz. Misol uchun 4-iyul sanasida og'iz yopish 3:11 gacha deb ko'rsatilgan. Lekin ehtiyotni inobatga olgan holatda 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya qilinadi. Misol uchun 4-iyul kuni 03:11 bo'ladigan bo'lsa, masalan 2:50, 2:45 gacha og'iz yopish tavsiya etiladi. Nima uchun deganda, chunki Toshkentning har xil joylarida vaqtlar bir-biridan sal farq qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotni inobatga olgan holatda sal oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochayotganda ham haqiqatan shom namozi bo'ldimi, yoningizda masjid bo'ladigan bo'lsa, masjid azoni eshitildimi, shularni e'tiborga olgan holatda og'iz ochishingizni ham tavsiya qilamiz. Endi og'iz yopish duosi haqida gaplashamiz. Og'iz yopish duosi qanday bo'ladi? Og'iz yopish duosi Alloh roziligi uchun nafl rozasini tutishni niyat qildim desangiz, shuni o'zi kifoya qiladi. Buni maxsus duosi yo'q. Masalan, Ramazon rozasida biz arabcha duo o'qiymiz, lekin buni maxsus duosi bo'lmaganligi uchun ushbu duoni o'qisak bo'ladi. Og'iz ochishda esa o'zingizning qalbingizdagi ezgu niyatlar bilan og'iz ochasiz. Aytib o'tganimizdek, chunki buni maxsus duolari yo'q. Ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha edi. Endi Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqini ko'rib o'tamiz. Ushbu jadvalda esa Toshkentdan avvalgi va Toshkentdan keyingi viloyatlar umumiy holatdagi vaqtlar farqlari keltirildi. Eslatib o'tamiz, vaqtlar farqlarini hisoblayotganda ehtiyot bo'lishingizni, og'iz yopayotganda vaqinroq, sal 5-10 minut oldinroq og'iz yopishingizni, og'iz ochayotganda ham haqiqatan shom namozi bo'ldimi, yoningizda masjid bo'ladigan bo'lsa, masjiddan yana ham aniqroq vaqtini so'rab olishingizni biz tavsiya qilar edik. Yana bir bor kirib kelayotgan bayram barchalaringizga muborak bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishgungacha salomat bo'ling. Videoni yaqinlaringizga ulashishni hamda videoga like bosib qo'yishni unutmang.